bitta narsani tushuninglar. Bizda boylik deganda shvetsarskiy bankda seyfida pachkalab, bu yerda qatorlab turgan mashinalar, shkatulkasida turgan brilliantlar degan va shunaqa insonlar bizda boy hisoblanadi. Endi bilinglar, Qora akaning bitta gaplari bor. Bu Qora akaning gaplari emas, lekin Qora aka bu haqida ma'ruza ham qilganlar. Sizning pulingiz shvetsarskiy bankda turgan pul emas. Sizning tillingiz seyflaringizda turgan tillalaringiz emas. Sizning mashinangiz qator turgan mashinalar emas. Sizniki hozir taqqaningiz, hozir ishlatayotganingiz. Hozir taqishga bormi? Hozir ishlatishga bormi? Hozir yeyishga bormi? Siz boysiz. Bu rodovoy program. Zapas. Siz ham zapasda o'ylaganligingiz uchun ham siz katta qarzga kirdingiz. Qarzga kirmoqchi bo'lgan inson zapasni o'ylaydi.